ayrim noto'g'ri o'rnatilgan belgi sababli, yerdagi noto'g'ri chizilgan chiziq sababli haydovchilarga qoidalariga munosabati o'zgaryapti, noto'g'ri tushuncha hosil bo'lyapti. E'tibor beringlar. Nurafshon yo'li ko'plar biladi. To'g'riga o'ngirgan belgi turardi, azaldan o'tdi. Endi chizib qo'yish to'g'riga chapga deb. Bu 1.18 oq yo'naltirgichlar bunaqa belgi bilan birga kelmaydi-ku buyuruvchi bilan. Kelsa 581, 582 axborot ko'rsatish belgi bilan kelish kerak bo'lmasa o'zini chizib qo'yinglar. Juda ham ko'pchilik so'rayapti, to'g'ri qilingan, noto'g'ri qilingan, men qoida buzyapmanmi, yo'qmi deb. Kitobida, qoida kitobi bo'yicha biz buzyapmiz. Mana shu chap yurayotganlarimiz. Nimaga? Chunki belgi bilan mana bu chiziq bir-biriga zid kelsa haydovchi belgiga qarash kerak. Lekin biz chiziq qamay qilib bo'lib ketyapmiz va qoida buzyapmiz. Qolganlar, yaxshi unchalik bo'lmaganlar, demak shunday holat bo'ladigan bo'lsa, biz mashinaga qarashimiz kerak deyapti, shu bo'yicha yurib ketyapti har doim. Va ayrim boshqa yo'llarda, senter ko'chalarda ichki ishxonani to'xtatib, sen belgi amal qilishing kerak deb haydovchiga ma'muriy bayonnoma turishyapti. Mana hozir bu yerda bahs, munozara holati yuzaga kelyapti. Shuning uchun yo'llardagi kamchiliklarni to'g'rilab qo'ysanglar, yana ham zo'r bo'ladi. Bu yerda kamchilik emas, bu yerda ko'pchilik bor. Mana olib tashlaylik bo'ldi. Yetadi, zakoniy bo'ladi. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib, fikringizni esdan chiqmasin.